Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hadisler okuyup devam ederiz. Hamşiratta hadisimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. İthnani yuacciluhumallahu fid dunya el-bagyu vel-hukukul validayn. İki kişiye Allah indi bu dünyada cezasını tizlete. Zalimge hem ata-anaga karata edepsizlik ko'rsatuvchiga, ya'ni bo'ysunmovchiga. Shundan da bu bir qo'rqinch hadis. Bu iki gunoh uchun Alloh subhanahu va taolo endi bu dunyoda kishiga jazosini jibara. Ham shulay olimlarimiz aytadi, bu dunyoda jazosini jibara. Bu aytmay oxiratda ana jazo qolmaydi. Shulay ana oxiratda da bu gunoh uchun jazo qolarga mumkin. Lekin Allah endi bu dunyoga onun jazosini tezlete. Birinchisi aytdik, kishiga zulmlik qiluvchi dedik. Kishiga zolimga, ya'ni kishilarga zulmlik qiluvchi, bir haqsiz zulmlik qiluvchi. Shulay biz sizin bilan boshqa hadislarda o'qidik. Alloh zulm qilingan kishining duosini pardasiz qabul qiladi. Alloh zulm qilingan kishining duosini pardasiz qabul qiladi. Ham ota-onaning, anining balaga qilgan duosini shulay pardasiz qabul qiladi. Agar biror kishi ikkinchi kishini ranjitdi ekan gunohsiz, ham shu kishi Allohga duo qilsa, Alloh uning duosini qabul qiladi. Ham bu hadisni eshitgach shulay ko'p kishilar o'ylay boshlaydi. Qara, men biror qardoshimga zulm qilmadimmi deydi. Ham o'zin bu qo'rqinch hadisni eshitgach, o'zin qardoshlari orasida boshqacha tuta boshlaydi. Qo'rqa zulmlik qilarga. Lekin u unuta, ko'pimiz unuta. Shulay bu hadisga kira bizning oilamiz, bizning oilalarimiz, xotinlarimiz, erlarimiz. Sen qardoshlaring orasida yaxshi bo'lib, qaytib xotiningga zulmlik ishlading ekan, shulay bu hadisga lagasan. Shulay bu hadisga lagasan. Shulay xotin, qiz erine qarata zulmlik qilar ekan, shulay bu hadisga lagan. Shulay bu hadisga lagan. Shunga ko'ra kimga bo'lmasin, oilang mo'l, qardoshing mo'l, hatto musulmon bo'lmagan kishiga dagin zulmlik qilarga yaramay, zulmlik qildan saqlanishga kerak. Ham shulay Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi, ota-onaga qarata adabsiz, ya'ni ota-ona haqi o'tamagan kishi Alloh endi bu dunyoda jazosini tezlatadi. Shunga ko'ra kim ati-anining haqqini o'tamay, Alloh shulay anga endi bu dunyoda jazosini shu gunohi uchun tezlatadi.